Bu turli taomlarni mensiga ko'rasizlar. Bu bizlarni anjumanimiz tarafidan pishirilgan, tayyorlagan turli o'zbekcha va turkmancha ovqatlar hammasi. Masalan, mana shu ovqatni ko'rasiz. Bu kulumba deydilar. Bir tur o'zbekcha ovqatga buning ichiga halvoni pishirib, xamirni ichiga halvoni qo'yadilar, qaytadan buni yopib, doshga qo'yadilar, buni pishiradilar. Buni yoniga so'zma eng o'zbeklarning mashhur g'izolaridan, ovqatlaridan, xamirdan tuzaladi. Ko'proq ertalikka choy bilan ichiladi, yeyiladi va bu ham ko'p totli bir narsaki, forschada ko'proq hozirgi bo'rlagan kelgan va rivoj bo'lgan qobullarga bular parota deydilar. Aslan bu so'zma bizlardan o'zbekcha ovqat o'zi. Buni yoniga mana burga bizlar bu taboqqa alvoy dast deymiz. Bu alvoy dast ham maxsus o'zbeklarniki, o'zbek va turkman qavmlaridan. Bu qo'l bilan tuzaladi, taqriban 3 soat, 4 soat bu qo'l bilan bunday yoyiladi, tuzaladi, keyin yemoqqa omoda bo'ladi. Xo'p, buni yoniga boshqa turli g'izolar ham bor, ovqatlar. Masalan, sambusa, 2-4 sambusamiz bor. Ko'proq mashhur sambusamiz go'shtli sambusa, ustiga bizlar shakar va pista va bodom sepamiz. U sambusa va buni bizlar ko'proq masalan to'y marosimlariga, shirnixo'rlikka va boshqa marosimlar, ya'ni qo'shlik marosimlar bo'lsa, shu sambusani xonimlar pishiradi va yemoqqa omoda qiladilar. Undan tashqari bizlar qovurdoq ham pishirganmiz. Qovurdoq eng o'zbeklarning mashhur ovqatlaridan. Qovurdoq qo'zi go'shtidan tuzaladi. Buni suv va yog' bilan qovurib, pishirib, keyin yemoqqa bizlar omoda qilamiz va qovurdoq ko'proq qish faslida yeyiladi va ko'proq Ramazon oylariga ham saharxo'rlikka qovurdoqdan istifoda qiladilar.